Onunğa şundaq depla o'rnimdan turib, hisobot qilayotgandan keyin ketib qoldim. Dadam tugab ketib, Urumchiga qaytib kelgandan beri mening turmush pulimni opam berib-atadi. Biroq ko'p og'ili unmaydim. Chunki u har kuni degidek menga bir muncha narsalarni ep beradi. Lekin bugun opam texi tunugilla material setib oling deb bergan 300 yen puldan yenimda hozir 16 yen 5 moli qolgan edi. Bugungi ishlar uchun bir tarafdan ochchig'imda bo'g'ilib qolay desam, yana bir tarafdan o'zimga kulgim keladi. Kallamda ikki xil ideya, ikki Gulnoz o'zaro fikrlashyotadi. Hay, sen nimancha ahmoq Gulnoz? Qipshirgan ishingni qara. Uning bilan koring bo'lmasa bo'lmamdi deyman. Deydi yana bir Gulnoz. Qandaqmi korim bo'lmay tura olayman. O degan mening ocham tursa, nimali degan bilan qarindoshlikni inkor qilg'ili bo'lmaydi-da. Deydi yana biri. Hay, sarangmisan, ha? O sening qarindoshing bo'lishga loyiq emas. Onun kichigingdan sana qandaq muomala qilganligini demay turay. Sana qayt qilta qurganligini unutib qoldingmi? Shumi qarindoshning qiladigan ishimi? O seni azaldan qarindoshim deb qaramaydi, Gulnoz. Biroq har ikkimiz dadamning pushti. Dadam bizning bundoq bo'lib ketishimizni xohlamaydi. Haq qilganni mening qilg'im yo'q. Mening faqat xotirjam yashog'im bor. Ha. Sen nimali qilma. Ochu, sana hergiz xotirjamlik bermaydi. Hergiz. Tuyuqsiz beshim og'rib, bakla bearam bo'lishga boshladim. Bu xiyollardan qutulish uchun qo'limga kitobimni elib, o'rganishga kirishdim. Bir oyning oldida opam unimg'inimga unimay, menga bir ekranli telefon ep bergan bo'lib, Po'lat undadar echib bergan edi. Tuyuqsiz undadarga xat kelganlik signali bilan diqqatim chechilib, telefonni qo'limga oldim. Nima ish qilyapsiz? Bu uchur Po'latdan kelgan edi. Uyda takror qilyapman. Chiqinglar. Birdam aylanib kelaylik. Bo'ldilar. Bugun sal charchab qoptiman. Boshqa kuni bo'lsin. Dadam tugab ketib, opam menga shu gaplarni qilib ketkizayotgandan keyin nemishqikin tang burunqi holatimga qayta olmayotdim. Yolg'izlikni xohlaydim. Po'lat bilan mo sirtlarga 2 qitim birga chiqib boqqandan boshqa doim opam uyga tomoqqa chaqirgandala ko'rishib qolatdik. O meni qo'yibla ketadi. Boshqalardan uning yana doim haraq ichib uyga kash qaytadiganligini anglagan bo'lsam-mu, biroq uningga ishonatdim. Men bo'ldingiz. Nima ishga doim mendan qochasiz? Ko'nglingizning yerimligini bilaman. Shunga siz bilan aylanib kirsam, ko'nglingiz ko'tarilib qolamdigan degan edim. Menimi ko'nglim yerim. Bakli beyarim bo'lyapman. Menimi o'ylab qo'ying. Bo'lamdi. Sizni bakli seg'indim. Uningdan yana uchir keldi. Bu qitim nima deb javob qaytarishimni bilolmay, uzun o'ylandim. Menga kuyindiganligingizni, menga yaxshi bo'lsin deydiganligingizni bilaman. Biroq bugun rostla charchab qoptiman. Ati bo'lsin, bo'lamdi. O jimib ketdi. Atsinimi, o'ginimi xat yozmadi. Telefonmi qilmadi. Menmi telefon qilmadim. 3-kuni yana o'xshashla darsdan tushib uyga qaytay deb tursam, ochamdan yana telefon keldi. Ammadim. Qayta urayverdi. Oxir bo'lmay telefonni oldim. Sana deydigan gapim bor. Seni qaysi kundagi oshxonada saqlayman, ha? O gapini deb popla telefonni qo'yibdi. Men yanala uning qishig'i bordim. Aslida o'zimni tutib elib, uning bilan chiroyliqcha paranglashmoqchi edim.
Bu qitim uningda oldingi qitimqidek muloyim chiroy ifodasini ko'rmadim. Ko'nglim bir xil shumliqni tuyib turadi. Lekin uning menga yana nimalarni deydiganligi to'g'riliqi hech qanday faraz qilmadim. Chunki uni bu qitim yana pul so'raydi deb o'ylagan edim. O'ylamagan yerdan bu qitim u meni texmi hayron qoldirdi. Polatdan ayrilib ketdi. Endi uning bilan aloqa qilma. Uning bu gaplarini anglab, xuddi bo'g'izimga bir narsa gaplashib qolgandek ichim ochiq bo'lib, o'ltiramay qoldim. Bu nima deganingiz? Acaba siz texicha uningdan umidingizni uzmadingizmi? Mening bo'yimda bor. Polatning balasi. Uning gapini anglab, kallamdan bir chelak muzdek suv quygandek cho'chib ketdim. Quloqlarimga ishonmay yotatdim. Ko'z oldim qorong'ulashib yotadi. Nima? Nima dedingiz? To'la jo'ylamang. Men jo'ylamadim. Aslida sen qaysi kuni menga chiroyliqcha pul bergan bo'lsang, bu balani hech kimga uqtirmay tushirib etmoqchidim. Biroq sen meni ko'zga ilmading. Shunga endi mening bu balani tuqqanim tuqqan. Nimalar desang beka? O xuddi hech bo'lmagandek parvosiz qiyofatda shundoq davatadi. Azaldan uning oldida o'zimni bekla tutib olatdim. Yig'lamaydim. Biroq amdilikda yoshlarimni to'xtatolmay yotatdim. Mumkin emas. Men Polatga ishonaman. O hargizmi undaq qilmaydi. Yolg'on aytyapsiz. Uningga tuhmat qilyapsiz. Men tuhmat qilibmanmi? Amsa buni ko'rib boq. O shundoq deb oldimga necha parcha suratni tashladi. Bu suratlar ikkisining yerim yalang'och suratlari bo'lib, ko'zlarimga ishonmay qoldim. Yana ishonmasam, Polatning o'zidan so'rab boq. 4-oyning 6-kuni. O nerdekin? 4-oyning 6-kuni. O chaqda dadamning tugab ketganiga amdila 12 kun bo'lgan. Sen shundoq paskashlik qilishqa qanday roying bor sening? Esimni bilib hozirga qadar tunji qitim uni sallab gap qildim. Shundoq bo'lsin im bo'pti. O'lganning kaynidan o'lgili bo'ladimi? Sen shuni deb qo'yay. Men faqat seni ozar yeb qolmasin da'vataman. Eng yaxshisi vaqtida hushingni yig'ib ol. Men sening opangning izini besib, 3-shaxs bo'lib, mendan talishingga hargizmi yo'l qo'ymayman. O shundoq deb demig'ini qiqib qo'yib ketib qoldi. Dunyo. Bu zada nemish? Men shuncha ishongan, shuncha sevgan odam qanday senga bunday ishni qilsin? Yo'q. Bu degan bir tuhmat. Bu cho'qim Gulmiraning suiqasdi. Men cho'qim Polatdan so'rab beqishim kerak. Men Polatga telefon qildim. Telefoni etikkan. Ishxonadagi Raziya degan qizga telefon qilib, uni shirkatning qarshi tarafidagi bog'chada saqlaydiganligimni deb qo'yishni aytib, shirkatga qarab yugurdim. Men kelib 10 minutlardan keyin u chiqdi. Uzun saqlatib atdimmi? Yig'in tugmay. Yo'qay. Nima bo'ldingiz? Ko'zlaringiz qizarib ketibdi-ku. Sizning chicho. Men uningga tikildim. Qaraganda Gulmira sizni izlab beribdi-da. O shundoq deb so'g'uq kulib qo'ydi. Nima? Mening bilib qolmasligimni xohlamdingiz? Mendan yoshirin ot singil ikkimiz bilan tam o'ynab yuray deganmi? Bu nima deganingiz Gulnaz?
Albatta sizni bilmas ekan aytdim. Sizning asablanishingizni, ko'z yeshingizni ko'gim yo'q edi. Shunga bu ishlarni o'zim bir taraf qilib yetib, ondan daydab o'ylagan. Mening sizning bu gaplaringizni anglagudek holim yo'q. Menga dang, bu ishlar rostmi? Uning qo'zg'adikisi rostilla sizning bolangizmi? Bayatdan beri taslikda to'xtatib turgan ko'z yoshlarim mana endi marjondek to'kilishga boshladi. Men bilmayman. Rostilla bilmayman. Nemish bo'g'ini faqat esimda yo'q. Lekin o kuni aniqla men Gulmirani ketkizib o'tgan. Qandoq bo'lib, bundoq bo'lib qolganini faqatla bilamadim. Polat nihoyatda o'ng'aysizlangan holda tushuntirishga boshladi. Demak, shu kuni siz rostilla uning bilan birga. Shundaqmi? Yo'q, Gulnoz. Tushuntirishimni anglang. O kuni Gulmira yig'lab telefon qildi ekan. Ko'ngli bak yerimda qildi. Dadangiz tugab ketgili necha kun bo'lgan. Uni ahmoqlik qilib qo'ymasin deb bo'lgandim. Biz yolg'iz emas. Meni burunqi yaqin do'stim Alqam bor. Sizmi taniysiz? Bu yerda Alqam bor ekan. Yana uning bir do'sti bo'lib, to'rtimiz birga o'tirgan. Ko'pmi ichmagan edim. Mast bo'lib qoptiman. Shunga ular bilan xo'shlashib ketgan edim. Nemish bo'g'imni menmi bilamadim. U rostilla ketgan. Rostavaman. Men sizni so'yaman. Mening har qanday qizga bo'libmi ochingizga undaq qilishim mumkin emas. Har qancha mast bo'lib ketsam, o'zimning nima qilganimni bilmagudek darajada emasman. Lekin el qudratlar nereden keldi? Men rostilla bilamadim. Atisi o'rnimdan tursam, u gapining oxirini deyolmay o'ng'aysizlanganicha mening taqatim qolmayotdi. Atisi nima? Dang. Atisi o'rnimdan tursam, Gulmira menga bir parcha xat qoldirib qo'yib, maktabga ketibdi. O nima debdi? Men oqshom sizning odimingiz bo'lib bo'ldim. Endi menga ega bo'lmasangiz bo'lmaydi debdi. Uning bu gaplarini anglab, lavlarim teximi titrashga boshladi. Yo'q. Butun badanim titrayotdi. Quloqlarimga, ko'zlarimga emas, tuyg'ularimga ishona olmayotdim. Bu holimni ko'rib, u ikki qo'lidan mo'ramni tutib, "Menga ishoning. Men faqat sizni yaxshi ko'raman. Menga siz bo'lmasangiz bo'lmaydi. Men siz bo'lmasangiz yashamayman, Gulnoz. Men rostilla undaq qilmadim. Menga bu ishlarni aniqlab chiqadak vaqt bering. Bo'lamdi." Uning xuddi kichik boladek yig'lab turib shundoq deyishidan yurakim teximi ezilib ketdi. Endi bularni deganning nima foydasi? Mening esimda yo'q. Men hech qanday ish qilmadim desangizlar ish tugamda. U degan mening ocham tursa, o'z ocham. Men rostlayapman. Menmi ish qaydan beri bakli qiynaldim. Sizga qanday deyishni bilamadim. Sizdan ayrilib ketishdan qo'rqdim. Bo'ldi qiling. Endi hech qanday gapingizni anglag'im yo'q. Uni shundoq deb silkib etibla orqamga burilib, uning yenidan ketdim. U kaynimdan qo'g'limadi. Yurakim qattiq og'riyotdi. Xuddi hiylalar nafsim to'xtab qoladigandek qiynalayotdim. Shu yugurganimcha uyga kelib, karvatga o'zimni tashlab, bo'lishig'i yig'ladim. Polatdan ayrilishga chidamaydim. Uning bayqidek o'ng'aysiz holda qiynalib tushuntirishlariga, azobdan tugishib ketgan holatiga teximi chidamaydim. Xuddi men uning uchilla nafas oladigandek, yurakim uning uchilla so'qidigandek, uningdan ayrilib qolsam yashayolmaydigandek.
shunchalik qiynalatdim, to'lqinatdim. Aradan birer soat o'tgandan keyin eshik chekildi. Gulnaz, men opingiz qizim, eshikni oching-a. Opamning ovozini anglab, uni ansratmaslik uchun yuzlarimni yuvib, o'zimni tuzashtirib etgandan keyin eshikni ochdim. Opam uyga kiribla meni bag'riga bosdi. Canım qizim, mening betalay qizim. Sizdan endi bir xotirjam bo'lgandim. Yana bu ishlarning chiqqani nemasi? Aniqki, opam bu ishlardan xabar topgan edi. Bir hazadan keyin har ikkimiz o'zimizni to'xtatib, karvatga kelib o'ldirdik. Opa, siz bu ishlarni qanday bildingiz? Men ochamni uni izlab, uningga til tekkizimikin deb ansirgan edim. Baya Po'lat telefon qilibdi-ekan. Bo'lgan ishlarni deb berdi. Ham kelib sizga hamroh bo'lishimni o'tindi. U sizdan bakla ansirab qopdi. O'zi kelsa, sizning texmi azoblanishingizdan ansirab, menga telefon qilibdi. Shunga men bu yerga keldim. Faqat o'ylamabdiman. Po'lat qilchi yiqmay, bu ishlarni opamga debdi. Ansiraman. Po'lat bu ishlarni cho'qim yaxshi bir taraf qilaman deydi. Opam yana shunday deb qo'shib qo'ydi. Qanday bir taraf qiladi? Ocham u balani cho'qim tug'iman deydi. Balkim Po'lat uni qoyil qilib qolar. Qoyil qilgan taqdirdami, u degan mening ocham. Men uni obdan tushunaman. O herkesmi buldu qilmaydi. Meningmi uchinchi shaxs degan ataqqa qog'im yo'q. Og'zimdan bu gapning qanday chiqib ketganini sezmayla qoldim. Opam jimib ketdi. Yo'q, men sizni demoqchi emasdim. Men Opam mening o'ziga tushuntiramay qiynalayotganimni ko'rib, hech qisi yo'q. Hammasi o'tib ketgan ishlar. Sizning o'ylaganingizmi to'g'ri. Lekin Po'lat ishkinglar bir-biringlarni haqiqiy yaxshi ko'rsizlar. Men faqat sizlarni ayni vaqtda biz sodir qilgan xatolikni qaytadan sodir qilmaskan deyman. Muhabbatni o'yin o'rnida ko'rishga, boshqalarga xohlagancha o'tinib berishga bo'lmaydi qizim. Buningda bir umr azob tatadigan gap.